Xiyonat. Telefonga kelgan SMS guldek oilani parokanda qildi. Erkakni qabr ichiga, ayolni esa panjara ortiga yetakladi. Gap shundaki, Namanganda ayol turmush o'rtog'ini pichoqlab o'ldirdi. Tezda mobil ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard va Humo kartalariga yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirish mumkin. Undan tashqari, ilovamizda yaqinlaringizni telefon raqami orqali ham pul o'tkazmalarini yuborishingiz va ularni xursand qilishingiz mumkin. Tezda aynan siz uchun yaratilgan dastur. Ma'lum bo'lishicha, er-xotin 2009-yil oila qurgan. Ularni 3 nafar farzandlari bo'lgan. Joriy yilning fevral oyida yarim kechasi ayolning telefoniga begona erkakdan ishqiy mazmundagi SMS xabar kelganini er ko'rib qoladi. Bundan jahli chiqqan erkak ayolini uydan haydashini, bu holat haqida uning qarindoshlariga aytib bermoqchiligini ma'lum qiladi. Ayol sharmanda bo'lishdan qo'rqib tokchada turgan oshxona pichog'i bilan eriga tan jarohati yetkazadi. Erkak voqea joyida vafot etadi. Eng e'tiborlisi, ayol ushbu jinoyatni farzandlarining ko'z oldida sodir etadi. Bir yostiqqa bosh qo'ygan turmush o'rtog'ining qotiliga aylangan sudlanuvchi ayolga sud tomonidan qanday jazo tayinlandi? Jinoyat ishlari bo'yicha Chortoq tuman sudining hukmi bilan sudlanuvchi ayol Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish 2-qismi J bandi bilan aybli deb topilib, unga nisbatan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Eng yomoni, o'rtada qolgan farzandlar bir umrga otasidan, ma'lum bir muddatga esa onasidan ayrildi. Mazkur dahshatli holat guldek oilasi bo'la turib boshqa bir erkak ayollar bilan SMSlashib yuradigan er va xotinlarga dars bo'lsin. Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya, uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка baza xizmatlari mavjud. Muhim eslatma: Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing.